Assalomu alaykum kuzatuvchilar. Hop, demak davom etamiz. Kelajakda qaysi sohalarni o'rgansa yaxshi, umuman o'zini faoliyatini tanlolmayapman, faoliyatimni nima kasb tanlasam ekan degan yoshlarga, endi maktab bitiruvchilariga yoki mana hamkasblarga, shogirdlarga maslahatlar, tavsiyalar degan darsimizning ikkinchi qismi. Hop, demak, o'tgan darsdan ma'lum bo'ldi nima? Issiq joyi bo'shatib, issiq o'rnini bo'shatib, butkul ishsiz qolib ketib, qosh qo'yaman deb ko'z chiqarib, ro'zg'orga birdan hozir o'zi mana hattoki bitta odam ozgina ishlamay qolsa, ishsiz bo'lib qolsa, birdan uni ta'siri bilinib ketadigan bir kapitalizm anchayin hukm surib turgan davrlarga kelib qoldik. Shuning uchun sohani tanlayotganda, sohadan sohaga o'tayotganda juda ham hushyor bo'lish kerak. Parallelni qilish kerak, diqqat qiling. Parallelni, ayniqsa bugungi kunda buni umuman qiyinchiligi yo'q. U oldin edi u. Oldin edi, internet yo'q edi, YouTube yo'q edi. Umuman bir soha haqida tasavvurga ega bo'lish uchun yoki zargarlik desa, zargarlikka qiziqib qolibdi. Nima? Borib zargarga shogird tushib, yonida yurib, o'sha joyga borish kerak edi. U zargar ham keyin nima derdi? Yo, kelsang bu yoqqa oldimga, bir kun kelasan, 3 kun yo'q bo'lib ketasan, naryoqda ishim bor-de. Yo, u ishni qil, yo, bu ishni qilgin. Men san naryoqdagi ishingni menga qizig'i yo'q. Kelsang oldimda o'tir. Menga qaysidir ishlaringni orasida kelmagan oldimga derdi. Hozir ham shunaqa deydi o'zi. Oldin mana borish kerak edi. Tayyor issiq o'rnini bo'shatib, tayyor joydan bo'shab, qanaqadir ish qilib turgan bo'lsa, borish kerak edi. Tumanni, hali qorong'i, hali buni o'quvida, buni fahmini Xudo yaratuvchi ochganmi hali bu sohaga yo'qmi? Bu o'zi bu soha uchun yaratildimi yo'qmi? Buni taqdirida bormi yo'qmi? Tumanni bilmaydi odam. Mana bunaqa katta bo'lib ketardi risk. Hozircha bugungi kunda internet bor, YouTube bor, shunday zargarlik desa bitta odamni sepochka yasayotgani, bitta odamni qanaqa qilib kamerani qo'yib qo'yib boshidan oxirigacha tezlatib uzuv yasagani, ziray yasagani, voy u nima instrumentlar kerak, kislotada ishlayotgani, qanaqa probani ko'taradi, qanaqa probani tekshiradi, hammasi chiqib keladi. Nima qilish mumkin? Fiziki ishdan bo'shab, fiziki o'sha odamning oldiga borish shart emas. Uyda o'tirib internetda ishdan kelgan kech payt ishlab kelib, o'zini har doim ishini, oilaviy budjet zarar ko'rmasin, uyiga kelib turgan qanchadir pul to'xtab qolmasin, ro'zg'or oqsab qolmasin, buni yuki boshqa ota-ona, aka-ukalarga tushib ketib qolmasin-da, o'sha ishni qivirib, kech payt kechki ovqatlarni yeb olib, qorinni to'yg'izib, choylarni ichib olib, keyin sekin bitta kompyuterni ochib o'tirish kerak. Zargarlik nima? Voy, nechta narsa chiqib ketadi. Bunda ko'rsa odam o'zi biladi taxminan, yo deydi masalan. Menga o'xshagan odam sirazi yo bu juda ham asabiy, yuragi keng, o'tirasiz soatlar mayda ishda, men bunga toqatim yetmaydi. Kimdir mayda ishlarga toqati yetadi, sabri, o'quvi kimdirlarga yetmaydi. Masalan, meni qo'lim, shaxsan o'zimning qo'lim mayda ishlarga yaxshi emas. Yuvelirniy ishlar qila olmayman. Pochirkim ham xunuk juda. O'tdim qilib uzuvlarga har xil gullarni, miniatyurniy gullarni hamna qilib chizish u yoqda tursin. Uncha mana doskaga yozishimdan ham bilasizlar, uncha oddiy kvadratlarni yozganda men grubi yozaman-da. Qo'lim ya'ni nozik mana bunaqa yuradigan ishlarga meni qo'lim yaramaydi-da. Pochirkim ham juda xunuk. Mendan aniq bu zargarlik talab qiladigan skilllar, naviklar menda yo'q, qobiliyat. Birdan nima deyman? Yo'q, bu menga emas ekan deyveraman. Mana borish shart emas. Ishxonaga men bo'shayman deb, tayyor issiq o'rnini bo'shatib
va hokazo hamma sohaga ham oldin nima virtualni kirib ko'rish kerak. Mana kompyuterlar, internetlar, ChatGPT, sun'iy intellektlar chiqib ketdi, nechta savol bo'lsa. Mana shu ma'noda urinib ko'rish kerak, lekin urinib ko'rish kerak. Endi xususan o'zimizning sohaga kelsak, elektrikadan boshlayib zudlik bilan qilish kerak buni. Zudlik bilan. Chunki Temboli elektrika sohada zudlik bilan o'ylab ham o'tirmaydiganim hozir soha almashmayapti, diqqat qiling. Elektriklikdan programmistlik, elektriklikdan duradgorlik, elektriklikdan uy qurish, me'morchilikga o'tish boshqa. Elektrikani ichida, hovlini bu tomonidan bu tomoniga o'tish boshqa. Mana bu keskin kasb o'zgartirish emas, kasbni takomillashtirish. Mana buni zudlik bilan qilish kerak. Nimani? Bo'ldi, bu oldingi darslarda ham aytdim. Oddiy montaj, bo'ldi. Buni hamma o'rganib oldi buni. Yomon bo'ldi deyish, hamma o'rganib oldi deb, mana bularni deb bizning mehnatimizni qadri tushib ketdi. Mana bularni deb degan gruppalarda ko'raman. Bol odamlar, hamkasblar, qadrimizni bilaylik. Narxi urib tashamaylik. Nimasi bu? Mana buni 50 mingdan qilib tashabdi tochkani. Shu ham pul bo'ldimi? Mana bularni kasriga, mana bunaqalarning kasofatiga biz ham endi klient bizga ham aytib turibdi. Ana mana bu 50 ming dedi-yu menga, mana menga 40 ming dedi deb turibdi. Unaqa qilmaylik, narxi baland ushaylik degan chaqiruvlarni juda ko'p ko'raman gruppalarda. Mutlaqo xato, mutlaqo mumkin emas. Dinimiz tomonidan ham mumkin emas. Nima bu? Bu harakat nima bu? Qanaqa malakalanadi? Bu monopoliyaga harakat deb malakalanadi bu. Kvalifikatsiya qilinadi bu harakat. Monopoliyaga. Dinimizda monopoliya nima? Mutlaqo harom. Monopoliya o'zi dunyoviy o'zi qonunchilikda ham, butun dunyoda ham bu jinoyat hisoblanib, ta'qib etib buni chora ko'riladigan narsa-da. Monopoliya yomon-da. Monopol bo'lgandan keyin odam xohlagan ashulasiga o'ynatadi-da. Boshqa alternativ yo'q-da, nima qilasiz? Alternativingiz yo'q-da. Va bir yillari mana shakar monopoliya qilmoqchi bo'lgan harakatlar bo'ldi. Shakar qanaqadir ikkita odamning qo'lida. Hammaga shakar kerak, butun xalq ertalab shakar choy ichadi, bolalar shakar choy ichadi. Asosan endi shakar choyga non botirib va qo'li kaltaroq, qo'li yupinroq oilalar bo'lsa nima? Asosan shakar choy, non bilan shakar choy. Shakar tonnalab, vagonlab ketishini hamma biladi. Murabbolar qilinadi. Ana shakarni agar ikkita odam qo'lga olib boshqalarni sun'iy kirgizmasa nima bo'ladi? Shakarlarning narxi oshib ketadi. Nimadan qo'rqadi ular? Raqobatchisi yo'q-ku. Yo'liga bitta raqobatchisi bor, o'zi ulfat, o'zi og'aynisi, o'zining ukasi. Nomiga endi qayddan o'tish uchun antimonopoliya bunga birdan ta'qibga uchramasligi uchun bittasini ochib qo'yishgan. Nomi nima trading, cukur biznes deganlari bo'lardi. Cukur bizneslar o'zi nima har kuni kechqurun ko'rishadi, har hafta choyxonasi bor, ulfat kelishib turib, mana bu xalqning boshiga kelgan qancha balo, qancha mana shu narsalar boshqa sohalarda ham nimadan? Monopoliyadan. Mana bu chaqiriqlar mutlaqo men asossiz deb hisoblayman. Karvon ko'p, rizqi boshqa. Bu narxi sun'iy kelishib olib baland ushab turish bu to'g'ri kelmaydi. Bu bozor. Shafqatsiz bozor. Eplagan o'ynaydi, eplamagan majbur chekinadi. Shunaqa qilishmasa eplab yuruvdik-da. Shunaqa qilishsa ham eplasang, eplagan bo'lasan. Shunaqa qilishsa ham yo endi eplolmayman. Marhamat, maydonni bo'shatib qo'y. Eplay oladiganlarga. Nima qilamiz? Biz ham kasbimiz shu, bola chaqa boqishimiz kerak, oson bo'ldimi sizga? Maydonni bo'shat deysiz, qayerga boramiz desa, iloji yo'q, bu meni gap bozorni qoidasi, bu jo'ski qoidasi. Narxi xohlagan odam o'zicha belgilaydi. Kelishib olib, sun'iy narxi ushab turish mutlaqo to'g'ri kelmaydi. Bu to'g'ri emas.
Qolaversa, oliftagarchilik qilish kerak emasda, o'sha men 30 mingdan ham tochkasini qilib beraman deb turgan odamni sen bilmaysiz-ku ahvolini. Uyida og'ir kasali bordir, tuzalmas kasali bordir. Uyida har oy o'ta qimmat dorilarni berib turmasa birdan ahvol yomon tomonga ketib qoladigan kasallar bor. Va qarz bo'lib qolgandir o'zi bilmagan holda. Yaqini operatsiya bo'ladigan bo'lib, doktorlar unga 10 ming dollar topib kelishing kerak. Bu 10 mingdan pastiga bitmaydi, to'g'ri tushun. Biz bu yerda sun'iy narx ko'tarmayapmiz. O'zi bu tegi shunaqa narsa. Mana bu ishlatiladigan materiallar, buni operatsiyaga ketadigan narsalarni o'ziga o'zi 5-6 ming ketadi. 10 ming dollarsiz yaqinlashma, foydasi yo'q. Menga ko'z yoshi ham qilma, to'g'ri tushun bizani ham. Ko'z yoshi qilma, qiynalib qolgansan bilamiz. Iloji yo'q deb xirurglar buni chiqarib yuborgan. Zudlik bilan 10 ming dollar topish kerak. Ish borki, tochka chiqqan borki, tochka borki, 30 mingdan bo'lsa ham nima qiladi? To'xtovsiz ishlaydi. Buni holatini bilmaysiz-ku siz. Nega ola qarab darrov gruppada men 30 mingdan, 40 mingdan qilaman tochkani desa, talab uni narxi tushirib yuborsan, qadrimizni o'zimiz bilmasa kim biladi degan gaplar. Bilmaysiz-ku holatini buni. Uyida nima gap so'z bu bilan yashayapsizsiz? Majburdir shunga. Nimaga bu ko'nib turgan joyida yo'q, hamma bilan kelishib olish kerak, kelishib qo'ygan joyim bor. 60 ming deb bu ishdan qo'yib yuborish kerak, qo'ldan chiqarish kerak ishni. Tayyor ishini qo'ldan chiqarish kerak. 30 mingga ham rozi bu. Sizga nima? Sizga ko'tarmasa boshqa kasb qiling, boshqa nimalar qiling, ko'tarsin yoki shunaqangi bir ishlar qilingki, klientni mehrini, ishonchini qozoningki, bunga 30 ming bersa ham sizga 80 ming bersin. Shunga yarasha ish qilib qo'ying. Nima qilaman boshqa shu o'rnatishdi. Bo'ldi. Eplolmasangiz chiqing maydondan boshqa sohaga. Bola chaqa nima bo'ladi ro'zg'or? Xudo yozgani bo'ladi. Taqdirdagi bo'ladi. Boshqa iloji yo'q. Demak, mana bu narsalar ham tender qilyapti deb bunga xafa bo'lib ketadi. Bir ko'raman gruppalarda. Ha desa so'kib keladi. Bitta joyga bordim, mashinada 5 kilometr yurib, uy egasi chiqib olganda, nech pulga qilib berasan? Mana bunga hisoblatdim, o'sha yerda 1 soat yurdim-da, tochkalarni hisoblab oxirida yaxshi, mayli, men telefoningni mashina yozib qo'ydim. O'zim xabarini beraman. Yana bir qiziqib ko'ring. Ma'qul bo'lsa xabarni beraman deb meni chiqarib yubordi. Keyin bilsam tender qilayotgan ekan. Mendan narx olayotgan ekan, undan narx olayotgan deb siqilib, so'kib gruppalarda tender mutlaqo halol narsa. Kimni haqqi bor tenderni yo'q qilgan? O'zing qilmaysanmi tenderni? Mana shu so'kib, siqilib, meni ovora qildi, tender qildi, tanlov qilyapti degan odamni o'zi har kuni tender qiladi. Har kuni boradi-da, mana bu olma nech pul deydi, bozorga boradi. 20 ming so'm. Bu nech pul? 15 ming so'm. Nima farqi bor? Va bu uniki, bu Pokistonniki. Mana buni muncha qilib bering. Yo'q, qilib bermayman desa, bo'pti deydi, mamta, birdan olmaydi. Bozorga tushib ham va hozir kirib kelaman deb ko'zimga birinchi olma tushsa, shuni olib ketaman demaydi. Obdon aylanadi bozorga. Bundan oladi narx, undan oladi. Ana uni narxga o'zi olmani sifati qay darajada mos kelyapti, uni analiz qiladi-da, rosa aylanadi o'zi. Bo'lmasa olmasi nima arzimagan 15 minglik narsa ustida gap ketyapti. 15 mingdan 3 kilo olsa 45 ming bo'ladimi? 50 ming so'm, 5 dollar ham emas. 50 ming so'm, atigi 50 ming so'm narsaga bozorni ancha joyini aylanib chiqadi, oyoq og'risa ham. Qarang, tender qiladi, lekin hamda 500 dollar, 1000 dollar o'sha bittasini uyidagi elektrifikatsiyasiga balki 15 million ketar, 20 million ketar. 50 minglik narsaga rosa bozorni oyog'ini og'ritib, aylanib, rosa tender qiladi-da o'zi. Lekin
$2000 ketadigan odamlar tender qilsa, jahli chiqib qaytib keladi. Nimaga deydi, bu tender qilyapti. Qilaversin. Ya unaqada birimiz ikki bo'ladi, unaqada kanajni boshqasi kelib ilib ketaveradi, arzon etib. Sen ham arzon et. Men bunaqa narxga tusha olmayman. Bu darajada men o'zimni qadrimni bilaman. Bilib o'tirar unda. Ishlar bir o'zingni qadringga mos chiqib qolar. Ya chiqmayapti, urib ketishyapti. Urib ketaversin. Tushib ber unda sen ham, urib ket sen ham. 20 mingda. Ketaveramiz ham pastga qarab. Iloji yo'q. Barakatlar. Men nima bu darsni o'zini qilyapman hozir. Mana shunaqa bo'laveradi. Hamma o'rganib oldi, oson ishlarda raqobatga duch kelaverasiz. Oson ishda katta pul qozonish qiyin. Tender qiladi, u ham ahmoq emas, tender qiladi-da. Ne qilmasin? O'zingiz har hafta qilyapsiz bozorga borib. Banan nech pul, kartoshka nech pul. Ya nega qimmat bu? Sifati to'g'ri kelmaydi, siz qimmat so'rayapsiz. Sizni kartoshkangiz yoki olmangiz so'ragan narxga mos emas. Men ko'rib turibman, u talashadi o'zi. Bu tomon talashsa yoqmas ekan o'ziga. Iloji yo'q, bozor qonuni bu. Shuning uchun nima? Mana shuning uchun demak nima qilish kerak? Bu neizbejni bu. Bo'ldi, bilib olganlar taklif, mehnatini taklif qilganlar ko'payib ketdi bozorda. Narx tushib ketadi uni, taklifi narxi. Shuning uchun zudlik bilan bu bitta tomoni, ikkinchi tomoni demak bu o'lkalarni Xitoy o'zini iqtisodiy zona vliyaniyasiga olib bo'ldi. Nafaqat bu, butun dunyoni. Demak asosan bizga Xitoydan stanovlar kelgandan keyin hamma ishlab chiqaruvchi nima kafil qilmoqchiman, uni chiqarmoqchiman. Gofra, kabelga gofra chiqarmoqchiman, kabelni o'zini chiqarmoqchiman, yana nima chiqarmoqchiman, marker chiqarmoqchiman, doska ishlab chiqaraman deganlar ham nima qilyapti? Xitoyga borasizda. Germaniyaga bormaysiz, stanovga. Germaniya 5 barobarini aytadi narxini. Xitoyga borasizmi? Bo'ldi, hamma ishlab chiqarishi stanoga Xitoydanmi? Demak, nima qilish kerak o'z-o'zidan? Ana o'sha Xitoy e'tiborini olib, Xitoyda nima gaplar bo'lyapti, Xitoy stanogiga nimalar o'rnatyapti, o'shanga qarab qilish kerakmi? Xitoy stanovlariga Siemens bekorga men misol qilmadim. Siemens o'rnatyapti. Demak, PLKlarni o'rganish kerak. Zudlik bilan har kuni kechqurun 1 soat sotib olish kerak. Siemens S7 1200 bo'lish shart emas. U yerda logo degani bor, kichkinalari bor. Kerak bo'lsa Siemens ham emas. Любой bitta ladderni поддержка qilsa bo'ldi. Endi ladderni поддержка qilib o'sha internetda sreda razработки Siemensda TIA portal bo'lsa, buni ham o'ziniki bo'ladi-da. O'sha bo'lsa bo'ldi, farqi yo'q. O'rganish uchun arzonroq sotib olib, demak har kuni uyda mashq qilib PLKni o'rganish kerak. TIA portal, qanaqa qilib TIA portalni o'rnatish desangiz, voy 50 ta chiqadi video YouTube'da. Qanaqa qilib Siemens Simatic, bularni Simatic seriya deydi. S7 1200 programma qilish. Eng boshlang'ichlarga desangiz, voy bu 50 ta video chiqadi. Ko'rib turib, bitta avtor yaxshi mujmal gapiribdi, yo'qoting uni. Keyingi avtor yaxshiroq gapiribdi. Undan keyingisi lo'nda juda zo'r tushuntiribdi. Ko'ring, ulang, yozing, imitatsiya qiling boyagi stanovni misolini, PLKlarni o'rganib oling. Chunki hamma yoqda Xitoy stanogining ichida Siemenslar turadi. Asosan ular Siemens yaxshi ko'radi va to'g'ri qiladi. Siemens eng beozor PLK mashi bo'ladi o'zi. Bo'ldi, boyagi analogik sxemalar yo'q endi. Xitoy ham kuchayib ketdi, oldin edi u. Hozir bundoq ochsangiz nima? PLK qo'yib qo'ygan. Chunki PLKning qulayliklarini ko'rdingiz o'zingiz. Voy 500 lab virtualniy vaqt relaysi bor, pромежуточный relay, NO kontaktlar, NC kontaktlar, terma kontrollerlar bor, virtualniy. Sotib olishingiz shart emas. 500 lab o'rnatib tashlay olasiz. Voy, bunga shunaqa modullar chiqib ketganki, ulasangiz borib, butun katta zavodlarni boshqarib tashlaysiz. Mashincha bilan, mana mashincha taxlangan. Uzunligi mashincha. Nechtadir blok bir-biriga shleyf bilan ulab, TIA portalda
programma qilsangiz bitta zavodni boshqarib tashlaysiz. Shunaqa ajoyib narsa bu PLK degani. Uni o'rganing. Chunki bundan buyon faqat PLKlarga endi duch kelasiz. Shitlarga borsangiz, men bilmayman deyapti-da, hozir katta pulni qo'yib yuboryapti. Bilsangiz o'sha pulni olib ketasiz. Mana bu sohalarni o'rganish kerakki, ana shu yerda klient ham o'zi yo'q. Boy klient ham erkalanib ketadi-da, ko'paygandan keyin hamma narsa erkalanib ketadi-da. Sanni hech bir o'tirib oladi, keyin ham nima qilib, yalpayib, gerdib, kresloga o'tirib oladi, tender qilib. Sanni hech pulga qilib berasan tochkani. 50 ming. Ani 30 ming dedi. Uniki meni ishim yaxshi-da, sifati. Mayli, sifati bo'lsa 40 ming qilib ber. Yo'tsa, bo'pti, ketaverdi deyapti bunisi, chunki hamma kelib yotibdi-da, men qilib beraman degandan keyin erkalanib ketadimi? PLKdachi teskarisi. Telefon qiladi, ani PLKchi, "Ya, meni vaqtim yo'q, yoki kechgacha hozir bitta yangi yo'lda bitta zavodda men bu yerdan hali bir hafta chiqa olmayman. Katta ish berishgan deydi, ikkinchisiga qilib ko'radi. Stanovga to'xtayotibdi, ish to'xtayotibdi. Mahsulot chiqmayapti, klientdan pul olib qo'ygan. Nima bo'ladi? Talvasaga tushib, oxiri sizga qiladi. Mana bunaqa gap tushunasizmi? Ha, tushunaman. Tez kelib qilib bering. Yo, men borishimni o'zi masalan $100. Prosta diagnozini o'zi $100, yana qilib bersam $500 beraman desa, rosa ta'zirini yedi-yu sizgacha. Yo'q-u, odam yo'q. Taklif yo'q-u. Voy, tez keling, 500 beraman deydi keyin. Majbur, bozor qoidasi. Ana katta pul bor bunda. Buni o'rgan, bu qiyin emas, yana qaytaraman. Inomarkalarni bir xil tuzatish qiyin deb o'ylaydi. Mana bu bola deydi, inomarkalarni piri bo'lib ketgan. Ha, desa, shundoq Mercedeslarni, BMWlarni elektrikasini eng ustasi debchi, odamlarda bizda baribir soddalik, kerak bo'lsa biroz negрамотность, mana bu narsalar bor-da, odamni darrov aslida bor-u, Jiguli eski mashinalardan oson. Mercedes, BMWlar bor-u, o'zi aytib turadi sizlarga. Shunaqa supportlari bor, ularni saytlarida shunaqangi обратный o'tklik odzivlari bor, mana bunaqa bo'lyapti deb yozsangiz bor-u, sizga javob keladi. Sen mana bu qaragin deb. Ularning sxemasi shunaqa zo'r chizilgan, elektrik sxemasi. Pastda eng ko'p beriladigan savollar degan joyda albatta o'sha hozir duch kelib turgan muammoingiz ham bo'ladi-da. Bundoq qilsa, mana bu blokni ochgin, qara deydi. Engage bardachoni tegdi, mana bu bitta qora blok bor, ha, ochganda eng chap tomoniga qaragin, menimcha o'sha kuygan bo'lish kerak edi. Bitta sug'ursa kuygan bo'ladi. O'zi aytib turadi-da, keyin ulab olgandan keyin egasi, "Voy, mana elektrikni qara, daho. Shundoq olib kiruvdim, 10 minutda hal qilib berdi ishimni" deydi. Anta o'tirib saytdan ko'rib olgandan xabari yo'q, notebookini ochib. Xonasiga kirib ketadi-da, hozir o'tirib turing deb. Tayyor javob keladi bu yoqda. Odamlarning ko'ziga daho bo'lib ko'rinadi. Oson bo'ladi, diqqat qiling. Bundan cho'chimang, bu analogiy sxemalardan oson bu. Prosta buni bilganlar o'ziga raqobatchi bo'lmasin deb sizlarga qiyin ko'rsatib keladi, sun'iy, murakkab ish qilib ko'rsatib keladi. O'zi 1 minutda, hozir ham unaqa ustalar ko'p. O'zi 1 minutda biladi o'zi, keladi-da, bundoq qaraydi, kompyuterni o'laydi-da. Bo'ldi, mana bundan ekan deydi-da, lekin hozir 1 minutda men tuzatib bersam, egasi, obyekt egasi $500 so'rasam, qorni og'rib qoladi. Ukam, insofing bormi? O'zi rozi bo'lib turib telefon qilganda, "Yetib tez beraman, 500 ham, 600 ham beraman" dedi. Keldi-da, qarasa 1 minutda tuzatib qo'yuvdi. Nima deydi? Insofing bormi endi? Menmi ishchilarni qara, menmi $200 ishlaydi. 1 oy. Qora mehnat, qara qanaqa og'ir sharoitda ishlayapti, zaxda. Mana bu $300 ishlaydi. 1 oy ishlaydi. Sen kelib turib bunda chiq deydi, ikkita narsani bosdingda $500 so'raysanmi? Noinsof deb qonni og'rib qoladi. Ana shunaqa bo'lmasin deb ham nima sun'iy cho'zib o'tiradiganlar bor. Bir tomondan bularni ham tushingiz keladi. Bu shu ilmni egallashga, shu PLKlarni o'rgandi, uyida vaqt ajratdi, ko'zining nurini ketkizdi, shuncha bilimga ega bo'lib, mashinalarni, stanovlarni sxemasini razberatsiya qildi. Qancha chig'iruvdan bir kunda bo'lib qolmadi bu PLK ustasi. Va shunga yarasha hozir o'zi rozi eding.
shu stanogin o'zi ishga tushsa, bu ham prekrasno biladi. Mana shu stanok hozir ertalabgacha ishlasa, $500 to'rttasi chiqib ketadi-da o'zi puli. Chiqayotgan mahsulot ustidagi sotilgan foydasi o'zi $2000 top boradi-da. O'zi bu usta kelguncha o'zi $3000 dan quruq qoldi-da, stanok to'xtab qolgani uchun. $3000 dan. $500 bunga hech o'zi og'irligi yo'q aslida. Aslida bu jon deb rozi bo'lish kerakligini biladi bu ham. Endi odamzod shuda, psixologiya. Bunda tez bo'lganini ko'rsa, deydi, pul bergisi kelmay qoladi. O'shanga sun'iy cho'zadi. Nima demoqchiman? Cho'chimanglar oson bu, analogik sxemadan oson bu. Analogik sxemada ketma-ket bir-biriga uzatiladigan qadamlar ko'rdinglar oldingi darslarda. Bitta gerkommi nimadandir signal chiqmay, bitta pромежуточныйlar qorayib qolib, signal o'tmay qolsa, keyingi qadamga o'tmaydi, stanok turib qolaveradi-da. Ana siz uni analogik sxemani topishingiz qiyin aslida. Borasiz, buni tekshirasiz, ana uni olib ko'rasiz, boshqasini tiqib ko'rasiz, ruchnoy qilib chiqish kerak, ezilib ketasiz, kech-kecha o'tirasiz stanokning tepasida. Buni yaxshi tomoni oldingi men darsda aytmanman. PLKni boygina notebookingizni TIA portalni stanok PLKsiga ulaysiz. Bu yerda uni ladderda yozilgan bunaqa programmasi, yozgan skripti, kodi chiqib keladi-yu sizga. Butun jarayoni shu yerda imitatsiya rejimi bor, imitatsiya. Bitta bossangiz ruchnoy, qadamma-qadam, step by step deydi. O'zingiz bosasiz uni. Enterni bitta bossangiz, mana bundoq qizaradi, mana buni bosadi. Hammasiga yugurib ketib qolmaydi-da. Stanok butkul ishlab ketmaydi, qadamma-qadam. Bitta enterni bossangiz, mana bundoq qizil rang bo'lib qoladi-da, pisseta bitta narsa ishlaydi. Ishchidan so'raysiz, o'sha ishlash kerakmi birinchi? Ha, birinchi o'zi o'shandan o'tadi. Yana bitta enter bossangiz, keyingisiga o'tadi-da, g'irr etib ishlaydi. Ha, to'g'ri. Oxiri bor-ku, bitta joyda turib qoladi mana shu. Qizil bo'ladi-da, mashda hech narsa bo'lmaydi, bossangiz ham. Mana nimaniki deysiz? Out 7 da to'xtab qoldi programma. Out 7 dan o'tmayapti. Ha, deysiz, mana bu PLKni bundoq qaraysiz, outlarni qaraysiz, out 1 2 7. Simini ushlab olasiz. Simni o'zi olib boradi. Simini ushlab olib yuring, sim bo'ylab karabani ichidan qaqa ketgan bu. Mana kilemlikka. O'zi o'tda hammasi raqamlab ham qo'yilgan. Bu qaqa ketgansa, o'g'antga. Borib turib bundoq ochingiz o'sha raqam. Bundoq qarasangiz, bitta joyi bundoq orqasini qarasangiz, qorayib, uzilib qolgan bo'ladi-da, mashdan o'tmay. Shundoq qilasiz, stanok ishlab ketadi. Ko'ryapsizmi? Buni o'zi patskasiga beradi sizga. Buni o'zi analogik sxema bermaydi. Analogik sxema o'zini qaysi etapda to'xtab qoldi, tokka bundoq yurib kelib, keyingi qadamda tok bundoq yurib keldi, keyingi qadamda tok bundoq yurib keldi. Ularni ko'ra olmaysiz analogik sxemada. PLKdachi ichidagi programmaga kirib, mana bu ko'rib turasiz. Har bitta qadamini programmada bundoq qizarib keyingisi. Qayerda muammo bo'lganini bilib olib, bu oson o'zi bu. Odamlar sun'iy buni vahma ko'rsatib keladi, qadrimiz tushib ketmasin deb. Bundan cho'chimanglar. Zudlik bilan o'rganinglar buni. Har kuni kechqurun mashq qilinglar va bunga o'tib ketinglar. Bundan buyon o'sha stanoklarda ham hamma yoqda PLK, uylarda umniy dom deyapti, KNX deyapti, mashi hammasi. Zamirida shu yotibdi. Programmalashda KNX degani ham meni aqlli uy qildim, umniy domni montajini oldim, katta pulga oldim. Men umniy domchi bo'lib ketdim deyapti-yu. KNX da ishlayman. Zigbeydan ham, men Zigbey nima u? Zigbey ham umniy dom bo'ldimi? Men haqiqiy rostmana umniy dom, KNX da ishlayman deyapti-yu. KNX degani ham mana PLK shu. KNX protokolloti. PLK u ham. Mana shu narsa yotibdi, hammasini ichida logikasi. Mana buni o'rganinglar, tavsiyalar. Ana endi maktabni bitirgan yoshlar, endi katta hayotga qadam qo'yayotgan yoshlar endi nima qilaylik desa, boshqa sohalarga ham o'tsak, hamma ham endi bu YouTube'ni odatda elektriklar ko'radi, lekin ularni yoshi katta bo'lib, farzandlari katta bo'lyapti. Qaysidir biringlarni o'g'linglar 10-sinfni bitiryapti, keyingi yil 11ni bitiradi, shu bilan kasb soha tanlash kerak. Qizinglar bitiryapti,
Mayli, bizaniku yoshimiz o'tdi, biz mayli u davrda propuskat qildik. Biz endi yangi sohalarga, yangi kasblarga burilishimiz qiyin hozirgi ahvolimizda. Lekin bolalarimiz uchun nima yaxshi ekan, nima yo'nalishlar yaxshi ekan degan yosh kattalar bo'ladimi yoki yoshlarning o'zi men elektrikman-u, lekin hali yoshman. Endi 20 ga to'ldim. Endi 20 ga to'ldim. Maktabni bitirib 3 yilcha shogird bo'lib elektrikanda yuribman montaj qilib. Lekin menda возможность bor, butkul boshqa yo'nalishlarga ham burilib keta olaman. Shunga nima tavsiya qilasiz endi siz desangiz, endi sohadan tashqari tavsiyalar nima? O'shalarni ham aytib o'tib, mana shunaqa savollar keldi-da. Demak, bugungi kundagi global muammolar shuni yechimi bo'ladi. Bugungi kundagi. Bugungi kunda keling programmani davom etib qo'ysa, bu o'zimizning sohaga taalluqli bo'lsa, endi chista ko'chadagi mana ilova yaratish, har xil supermarketlarga o'zaro programmalar yasab berish, programmirование ko'p-ku. Mana Yandex Taksi ham programmirование, butun telefoningizni приложениялari hammasi programmada qilingan-da. Uje elektrika soha emas, chista programmistlik sohasida nima qilish kerak desa, buni oldin ham aytdim, nima? Sun'iy intellekt degan bir monster chiqdi. Ko'p sohalarni o'ziga olib qo'yapti va oladi ham, yana dalsh oladi ham. Unga qarshi olishish qiyin, chunki unga texnologik gigantlar, Metaga o'xshagan, kim Apple, yana kim texnologik gigantlar bor-ku, milliardlab dollar otgandan keyin u bilan raqobat qilish qiyin, bellash qiyin. Shuning uchun nima tan olish kerak edi, nima qilish kerak? Eng tinchi nima? Sun'iy intellektni o'ziga ulanib olish kerak bo'ldi. Chunki sun'iy intellekt o'zini o'zi hamisha support qiladi, o'zini o'zi ishsiz qoldirmaydi, o'zini badanini, o'zini shu mexanizmini, salohiyatini qo'llab shuni ustida poddeshkada turgan odamlarni hech qachon chopmaydi-da. Boshqa sohalarni chop tashlaydi. Lekin o'zini joriy bo'lib turgan, naplavu qilib turgan odamlarni hech qachon chop tashlamaydi-da. O'yindan chiqarib tashlamaydi. U nima? Demak, Pythonni o'rganinglar, обязательно. Pythonda programmalash desa, voy, o shunaqa darslar chiqib ketadi, kitoblar chiqib ketadi. Pythonni o'rganinglar. Shuni ham aytdim oldinga. Demak, Pythonda nimani o'rganinglar? Sun'iy intellektni strukturasini o'rganinglar. Sun'iy intellekt strukturasi machine learning, mashinani aqlli qilish, ya'ni mashina deb sun'iy intellekt o'zini aytibdi. Virtualniy mashinani va data bilan data bilimlari, data science, big data. Mana bular sun'iy intellektni strukturasiga aloqador ilmlar-da. Mana bu hech qachon o'zini chopmaydi, hamisha ish topiladi sizlarga. Hamisha boshqa ishlar o'ladi, lekin bu ish topiladi. Bu sun'iy intellektni o'zi bu chunki. Hamma yo'ni zaxvat qilayotgan sun'iy intellektni o'zi mana shu bo'ladi. Machine learning, data science, big data bo'ladi. Mana buni o'rganing, buni o'rganishga eng yaxshi instrument Python. Programmalash tillaridan. Demak, programming sohasi bu ham ketdi. Endi umuman boshqa sohaga o'tganda nima desa, bugungi kundagi global muammolar shu savollar yechimi bo'ladi. Bugungi kundagi global muammolar nima? Bugungi kundagi global muammolardan biri xususan O'rta Osiyoda nima? Suv muammosi. U har doim bo'lgan. O'rta Osiyo uchun suv masalasi hamisha strategik, взрыва опасный masala bo'lib kelgan. Ham siyosiy tomondan ham, hamma tomondan. Suv masalasi. Aksiga olib suvlar qurib boryapti. Borgan sari suvlar kamayib boryapti. Uje suv inqirozi, suv yetishmovchiligiga start boshlanib bo'lgan. Uje oldin sharillab suvlar oqib turgan joylarda suvlar bormayapti, ekin-tekin, bu juda ham dahshatli strategik global muammo aslida. Suv masalasi. Butun ekin-tekin, dehqonchilik, umuman oziq-ovqat sohasi eng ключевой davlatda u bir teng u davlat. Amerika deydi, u deydi, farovon hayot, bayram, o'yin-kulgi, bir nimalar, Avatar 3 chiqibdi, yur kinoga tushamiz, balo, battar.
bu narsalar nega bunaqa bo'lib turibdi hozir? Zavqli bo'lib, hayotda bunaqa o'yin kulgi joriy bo'lib turibdi. Oziq-ovqat bo'lib turgani uchun. Xudo saqlasin, ozgina oziq-ovqatda tanqislik bo'lsin. Ana tala to'p bo'lib odamlar bir-birini ustiga chiqib, bir-birini urib, kerak bo'lsa o'ldirib, ovqatini zaxvat qilishlar u bir pasda bo'ladi. Xudo saqlasin. Ochlik, qahatchilik, pulga ham narsa yo'qligicha birdan hayotni o'zgartirib yuboradi. Birdan. Xudo saqlasin u kunlarni. Oziq-ovqat masalasi bu o'ta strategiya. Och odamdan qochgin deydi-yu. Mana bu demak suv bilan bog'liqmi hammasi? Mana kim uji bugungi kundan yaqin kelajakda keladi bu muammo. Uji ke bo'ldi. Uji ke bo'ldi. Yaqin kelajakda bo'rtib keladi endi. Bo'li o'zini yorqin bildirib keladi. Xudo saqlasin. Lekin shunaqa prognoz bor. Suvlar borgan sari tanqis bo'lib boryapti, demak nima qilish kerak? Bugungi kundan agar siz otni qamchilab qolsangiz, ana u kunlarda siz boyib ketasiz, balki millioner ham bo'lib ketasiz. Ya'ni nima? Tomchilatib sug'orish tizimlari, umuman suvni ekonom qiladigan tizimlar, suvni sharri oqizib yubormasdan aylantiradigan tizimlar, yomg'ir suvlarini bo'ldi, yomg'irlar sharillab kanalizatsiyaga oqqan davrlar o'tdi. Nima qilish kerak? Ularni yig'ib olish kerak. Demak, o'shanga sifonlar o'ziga yarasha bu ham bir ilmda, sistemalar qanaqa qilib hovliga nima qilib o'sha suvlarni yig'ib qayta foydalanish, usullar mog'ollab ketishi mumkin, ko'karib o'shani mog'ollamasligiga o'zini tabletkalar. Mana buni o'zi bitta ilm. Xlorni biladi hamma, zaharli xlor sol, bir chelik sovar bo'ldi, hech qanaqa bakteriya qolmaydi. Odamga ham zarari katta-da xlorni. Xlor tashashni men ham bilaman. Maktab hojatxonalari ko'zingiz achishib ketardi, sasib yotardi xlordan. Xlor o'ldiradi, to'g'ri, mikroorganizmlarni. Lekin kerakli narsani ham o'ldirib, umuman odamning ichiga ham o'sha bahona kirib qoladi-da. Hamma biladi, xlor tashash hech kimga 50 yildan beri bor narsa bu. Yo'q, siz shunday bir qo'shimchalar o'ylab topingki, suvni mog'ollab, usti parda bosib, mikroorganizm har xil chuvalchellar, bir nimalar ko'payib ketmasin, suv tiniq tursin, shu bilan birga odamga zarar qilmasin. Mana buni o'zi bitta ilm. Demak, bu ilmlarni bo'tdi demoqchi emasman, bo'tdi chunki bu ilmlar oqsoq. Iloji yo'q, bu ilmlar bu o'zini ilg'or bo'lgan. Mana shu ilmlarni shiddat bilan ushlab olish, shiddat bilan yuksalib ketayotgan joyda olish kerak buni. Eng yaxshi variant nima? Xitoy. Xitoy universitetlariga borib, suvni, qor yomg'ir suvlarini qanday qilib g'amlab olib, aynitmasdan chuchuk, tiniq iste'molga yaroqli qilib saqlash usullari, unga qo'shimchalar, mana buni o'zi bir ularni ximtex institutlari, ximiya texnologiya yoki o'zimizda ximiya texnologiya. Umuman mana shu bilan bog'liq o'qishlarga bolalarni yuborish kerak. O'qitish kerak. Ertaga bu birdan qalqib chiqib, ana o'shanda siz juda ham kulchovoy odam bo'lib, kerak bo'lsa ancha boyib ham ketasiz-da. Ancha boyib ham. Chunki siz hali hamma uyg'onguncha 10 yil oldin uyg'onib bo'luvdingiz-da. Harakatini qilib bo'luvdingiz. Yetuk mutaxassis tayyorlab bo'luvdingiz bu temada. Ana endi marra sizniki bo'ladi. Hozir qilish kerak bu ishlarni. Mana bu narsa yaqinlashib kelyapti bizga. Suv tanqisligi suv bilan bog'liq keskin muammolar. Mana bu tomchilab sug'orish tizimlari, uni ham o'qish kerak. Niderlandiyadami, Xitoydami, hatto Germaniyadami, tomchilab sug'orish. Tomchilab sug'orish deganimda yo'mkisga shlanka tiqib, ninada teshib qo'yib, ana tomib yotibdi emas, u tomchilab sug'orish, uni hamma qilib beradi, uni maktab bola ham qilib beradi uni. U bir ilm u. Katta ilm u. Prosta tayyor sistemani o'rnatib, qarab o'tirish emas, o'sha sistemani yaratish kerak. O'shani shalankalarini demak ekstruzorlarda chiqaradimi, stanoklarda, ichida diafragmali tomchilab tushiradigan. Ana ular, umuman bu dehqonchilik ilmi, tomchilab sug'orish butun tizimi bor uni. Voy, o'tda ham bor PLK. PLK sensorlar,
Shitini ochsangiz vijir qancha nima butun boshli sistema u. O'zi qarab turadi, haroratga qarab, tomchini, dozasini munchaga oshiradi. Ertalab bunaqa qiladi, kechqurun bunaqa qiladi. Hozir toza suv beradi, keyin o'g'itli suv beradi, keyin ammofosli va nitritli yana nimadir suvni beradi. Mana bularni переключение qilishga butun boshli sistema, PLKlar ishlab yotibdi. Men shuni nazarda tutyapman. Shlankanimda ular bir-biriga unga tiq katta yo'mkisga bundoq qani kranni burachi, qara tomchilashini deb o'tirish yetmayapman. Tizimni aytyapman. Mana buni puxta egallab turing. Ertaga bu uji dolzarb. Bundan buyon suv tanqis joylarda dolzarb bo'laveradi. Bundan buyon shunaqa bo'ladi. Kim suvni ekonom qilsa, o'shanda bundan buyon qudrat o'shanda bo'ladi, tashabbus o'shanda bo'ladi, pul ham o'shanda bo'ladi, umuman o'sha gapiradi. Kim suvni o'ta oz ishlatib, ko'p ishlatganning natijasini qilgan odamda bo'ladi bundan buyon uloq. Ana bu ikkinchi masala, suv masalasi. Bu regionlarda o'ta dolzarb. Yomg'irli suvlar sharillab oqib ketishi to'xtatish kerak bo'ldi, olib qolish kerak uni. Ekinlarga sharillatib suv burashni to'xtatish kerak bo'ldi. Suv o'ta iqtisod qilingan tizimlarga o'tish kerak, qurish kerak, shuni ustida ishlang. O'sha tizimni o'rganing, Xitoyga boring, o'qing, kiring. O'tda agrikulturniy universitetlari bor, agrikulturaga bag'ishlangan. Talaba bo'lib, o'qib, o'sha yerda mana shu tizimlarni o'rganib kelib, yaxshi o'rganib kelib, olib kelib mana bu yerda kelgan tatbiq qiling. Bizning yurtlarda tatbiq qiling. O'sha sistemani olib keling bu yoqqa. Juda bo'lmasa o'sha yerda tayyor sistemalarni olib kelib o'rnatib, shu firma ochib, mana shu agrikultura bilan bog'liq ishlar ham, suv bilan bog'liq ishlar juda ham dolzarb bo'ladi. Mana yana bir maslahat sizlarga. Ko'rinib turibdiki, ikki gapni birida Xitoyga boring, o'tga boring, bo'tga boring deyapman. Hech shu yerda o'qing demayapman. Bu nima degani o'z-o'zidan ingliz tili birdan avtomatik qalqib chiqdi yana ingliz tili. Demak, nima qilish kerak? PLK da ishlaydimi, buni tanlayaptimi, yana nima tanlayaptimi? Bugunning o'zidayoq uje ko'rmasiga uje bitta xulosa aniqki, bu yoqqa yurasizmi, bu yoqqa yurasizmi, bu yoqqa yurasizmi? Ingliz tili kerak bo'ladi. Mana bu uje aniq, 150% aniq. Uje ingliz tilini o'rganing. Bolalaringiz bo'lsa o'rgating. Yoshingiz o'tib qolgan bo'lsa. Yosh bo'lsangiz uje o'rganing. Buni ertagayoq boshlang. Ertagayoq boshlang buni. Bu asoslarning asosi, bu eng pillapoyada zinada eng birinchi qadam ingliz tili bo'ladi. Ingliz tilini o'rganing. Chunki ingliz tilini o'rgansangiz, birdan mana buni darsliklari ruschada mamincha bo'lsa, o'zbekchada undan ham battar mamincha bo'lsa, ingliz tilida butun dunyoni bibliotekalari eshiklari sizlarga sharaqlab ochilib ketadi. Butun kontent shunaqa zo'r kontentligi birdan do'stbis ochilib ketadi til bilganingiz uchun. Chunki hamma yaxshi narsalar xohlaymizmi, yo'qmi? Hamma zo'r tushuntirishlar kerak bo'lsa, Harvard, MIT o'ta dahshatli nufuzli universitetlar ham ba'zida xayriya qilib bibliotekasini bir qismini boru tekinga o'zi palon pul uni obunasi tekinga ochib qo'yadi. Foydalanib olinglar, sketchat qilib olinglar deb ochib qo'yadi. Shunaqa zo'r narsalar o'tdi. Harvard, MIT'ning biblioteka kontentlariga darvozani ochib qo'yadi. Xayriya. Savob bo'lsin, ular ham xayriya qilib turadi. Birdan o'shalarda Londonda endi shunaqa tushuntirgan o'tdi. Bekorga Harvard emas u, bekorga MIT emas, bekorga butun dunyodan odamlar talpinib yotmaydi o'tga. Umuman pedagogika boshqa. Umuman yondashuv boshqa. Sizga shunaqa londa qilib, shunaqa tushuntiradi, keyin aytasiz. Voy, bo'lar ekan-ku, men bitta 10 ta, 50 ta YouTube'da video ko'rdim, hammasi bosh qotirib, meni qayoqdek narsalar bilan mamna qilib aylantirib olib kelayotgan ekan. Mana londa qilib, popolishkam qo'yib bersa bo'lar ekan-ku, mana birdan tushundim. Birdan uyg'ondim deb hayron bo'lib qoladi. Bekorga Harvard emas ular. Bekorga Stanford emas, bekorga MIT emas ular. Ingliz tili nihoyatda zarur. Bu umuman
bu tavsiyalarga amal qilmay, bu odam ezma odam ekan, 1 soat ahmoq bo'lib ko'rinmana deb bir urib uchirib yuborsangiz ham bu hozirgi videolar. Shundoq bo'lsa ham ingliz tilini o'rganing. Bu asoslarning asosi bu. Dunyoga chiqishingiz uchun bu birinchi tirqish. Shusiz chiqa olmaysiz, diqqat qiling. Dunyoga chiqa olmaysiz, mana bu birinchi qadam, birinchi teshik ingliz tili bo'ladi. Bu siz 90% yo'lingiz yopiq. Ishonavering. Ingliz tilini albatta o'rganing. Ja bo'lmasa intermediate darajasida. Ba'ziga o'rganing. Keyin o'sha mana Xitoy universitetlari, Niderlandiyadir, Germaniyadir universitetlarga ham ingliz tili kerak. Til eng muhimi bu, eng birinchi zina bu. Demak, suv bilan bog'liq gaplashdik. Yana nima? Energiya resurslar tugab borayotgani. Mana yana bitta global nima qilay desa, javobi o'zi muammoni o'zida javob. Ikkinchi suv muammosi bo'lsa, ikkinchi muammo nima? Bu suv muammosi ko'proq regionga taalluqli, O'rta Osiyoga taalluqli bo'lsa, hozirgi tendensiya suvlarni kamayib borgan sari energiya resurslarini kamayib borishi bu butun dunyoga oid bu. Bu region tanlab o'tirmaydi. Butun dunyoda isinish qimmat bo'lib qoldi. Butun dunyoda qishdan hamma qo'rqib qoldi. Voy, hozir qish kelyapti. Birdan bular kommunalniy to'lovlarni hozir gazlarga rosa ko'p pul ketadi, счетчиlar aylanadi deb Yevropalar qo'rqib o'tiribdi uyini muzdek qilib. Pul yetkiza olmagandan gazni счетчиga. Demak, nima degani o'z-o'zidan biz ularni tekin qilib o'zimiz qazo ola olamizmi? Bunday mantiqiy o'ylasak, gazlarni, neftlarni biz chelaylab qattandir olib kelib o'zimiz yoqa olamizmi? Yo'q. Biz energiya resurslariga daxl qila olamizmi? Yo'q. Biz faqat nima qila olishimiz mumkin? Bitta yo'li. Nima? O'sha energiyani ushlab qolishimiz mumkin xolos. Boshqa bizani qo'limizdagi vakolatimizda boshqa ish yo'q-da. Uni tariflari palon davlat bilan urushdida, ko'tarib yubordi gaz narxini, uzib qo'ydi. Ularga biz aralasha olmaymiz. Biz kichkina odammiz. U juda ham qudratli imperiyalarning qo'lida bu energiya resurslar. Lekin biz nima qila olamiz? Shaxsan o'zimiz o'sha energiyani saqlab qola olamiz. Bu nima demoqchiman? Teploizolyatsiya. Ikkinchi global masala teploizolyatsiya. Bundan buyon mana bu ilm kuchayadi butun dunyoda. Qanaqa qilib lomboza bo'ldi u ota-bobolardan qolgan qamish sol ustidan loy suva ularning davri o'tdi. Nima qilish mumkinki issiqlik patologdan qochib ketmasin? Nima qilish mumkinki devorlardan qochib ketmasin? Unga chiqib bo'ldi o'sha mineralniy vata, boshqacha vatalar, stikla vatalar chiqib bo'ldi desa, yo'q, chiqib bo'ldi emas, siz yana ham zo'rini chiqaring. 1000 vata qilsa ham o'tib ketyapti-ku bu issiq. Turmayapti-ku, kullab. Oldingidan yaxshi, lekin kullab uyingiz issiq emas, baribir qochib ketyapti-ku. Uy ne sovuyyapti o'zi? Qochib ketgandan, qochib ketmasa uyingiz bor-ku, haftalab sovimaydi. Qanaqa soviydi? Energiya ichida issiqlik turibdi-da, hech qayerdan chiqib ketmagandan keyin uyingiz bir hafta ham issiq bo'laveradi. Hamma narsani o'chirib qo'ysangiz ham. Ne unaqa bo'lmayapti? Hamma yoqdan qochib ketyapti issiq. Mana buni ushlab qolish kerak. 1000 vata ular ushlayapti, lekin siz yana ham yangi avlod nimadir toping. Nima qilish kerak? Yana o'sha Xitoyga borib, o'sha yerda universitetida ximtexmi u bilmayman nima o'zi tanlanadi. Teploizolyatsiya bo'yicha fakulteti nima, qayerda o'qiydi o'g'lingiz desa, falon universitetda nima sohaga desa, teploizolyatsiya. Har turlik teploizolyatsiyalar, ularning materiali, ilmi, qoplash ilmi, umuman bu ham bir katta ilm. Mana bu teploizolyatsiyani bugun otni qamchilagan odamlar 10 yildan keyin shu ketishda tashabbus qo'lida bo'ladi, hamma qudrat qo'lida bo'ladi, pul boyib ketadi. Chunki hamma muhtoj bo'ladi. Bo'ldi, o'zingizni yaxshiroq teploizolyatsiya qilib, mana bu kommunal to'lov, mana bunaqa sarf xarajatdan qutqarmasangiz, bo'ldi, bu kapitalizm sizni ayab o'tirmaydi. Ya'ni sovib ketolmasa nima qilay deydi. Sovib ketasanmi, o'lib ketasanmi, to'la deydi, bo'ldi. Men seni ota-onang nikoh qilib, ota-onang qo'shilganda men zo'rlab qo'shib seni men tug'dirdimmi deydi.
Endi kapitalistlar shunaqa deyaveradi. Ularda nima, na din bor, na diyonat bor. Men seni bu dunyoga kelib qolishingga meni daxlim yo'q. Men u ishlarda ishtirok etmaganman. Seni kafilligini ola olmayman men. Marhamat, sho'chi aylanyapti, to'ladi, to'la olmayapsanmi? Uzib ketaman deydi, o'tiraver sovuqda, o'lib qolaman u. Endi peshana ekanda deydi. O'lib qolsang endi ta'ziya bildiraman, uka, endi qadaringda bor ekan deyish shu o'lish. Taqdiringda bor ekan deydi. Bu pinagini ham bizmaydi u. U kapitalizm shunaqa bo'ladi. O'zingizni o'zingiz asramasangiz, pulingizni birov sizga qayg'urmaydi. Teplingizga ilmi. Mana buni o'rganing. Mana buni o'rganing. Keyin suvga bog'liq bitta narsa esimdan chiqib qopti, nima? Mikrobiologiya. Mikrobiologiya bu nima daxli bor mikrobiologiyani desa, suv tanqis joylar, mana bizda ham ko'p joylar lalmi. Ko'p joylar lalmi. Lalmi deydi. Ya'ni bahorni bir urug' ekkandagi bahordagi yomg'ir yog'sa yog'di bo'ldi. Qish yaxshi kelib qor yog'ib bersa, yomg'ir yog'ib bersa, yerni namligini oshirib bersa, hop. Marra sizniki. Ekiningiz o'sadi. Yog' bermasa, bu hammasi nobud bo'ladi. O'tda yo'q, suv yo'q, hech narsa yo'q, tabiiy. Xudo marhamati bilan, ne'mati bilan yomg'irlar yuborsa, qorlar yuborsa, hosilingiz yaxshi bo'ladi. Yubormasa tamom bo'ladi. Hech narsa olmaysiz. Ana u yerlarni lalmi deydi. Lekin mana shu yomg'ir yog'ganda birdan sizib o'tib ketadi suv. Shuni ushlab qolish uchun gidrogellar chiqqan, turpoqga qo'shib qo'ysa, yomg'ir shimib oladi-da, birdan o'tib ketish kerak emas-da. Yomg'ir shu odati bor. Mana nega dehqonlar qor yog'sa xursand bo'lib ketadi. Qorni yaxshi ko'radi, yomg'irdan ko'ra. Bir xilla aytadi, yomg'ir ham qor ham eriydi. Suv-ku, bitta suv emasmi deydi. Yo'q. Yomg'ir suyuq. Tushadi-da, g'uv etib shimilib ketib qoladi. O'sha joyda namlik tomir ildiz otayotgan joydan tez o'tib ketib qoladi pastga. Qorga ne xursand bo'lib ketadi dehqonlar. Qorda ne ko'proq baraka bo'ladi. Qor turadi tepada-da. Turib birdan hammasi harakat qilmaydi, porsionda. Erib, singib, uzoq vaqt masjidda nam qilib turadi. Kerakli qalinlik bor-da, bo'ldi. Masjidda muhim. Mana bu yog'i bir teng u yog'i. Okean oqmaydimi? Tegida okean oqmaydimi? Bir teng. Sathdagi mashincha joy muhim. Mana shuni namligi muhim. Qorni yaxshi tomoni sekin erib, porsionni bor-u, uzoq vaqt tomchilab sug'organdek, uzoq davomli nam qilib turgani uchun kurtaklar o'sha yashab ketadigan holatgacha xuddi odamga o'xshaydi. Odam ham aytadi, bolasi tushib qoldi desa, endi yashab ketadigan kunga kelmagan ekanda, agar bir oy o'tib olganda edi, agar mamincha oylik bo'lganda edi, yashab ketar shu bola. Bu mana shu plankada, mana bu yog'idagi bolalar odatda yashab ketmaydi. Chala tug'ilib qolsa, tushib qolsa, ya'ni bachadondan tushib qolsa. Lekin mana bu yoqdan o'tib olsa yashab ketadi. Ekinlarning ham shunaqa joyi bor. Suv berib turib yashab ketadigan etapiga olib borib olsangiz bo'ldi, yashab ketadi. Keyin yomg'ir yog'masa ham yashab ketadi. Ana shuni qor yog'maganga yarasha nima? Yomg'irni ham shunaqa ushlash mumkinmi? Mumkin. O'zimizdan chiqqan bitta mikrobiolog nima? Mikroblar, o'sha mikrobiologiya orqali o'zimizda chiqqan bitta olim, bo'lgan voqeani aytib beryapman. Mikrobiolog, kuchli mikrobiolog shundoq bir tabiiy mikroblar, mikrob desa bizda nuqul yomon narsa tushuniladi, yo'q. Foydali mikrob topgan. Mikrob o'sha mikrobio degani. O'shani turpoqlarga solsa, yomg'ir yog'ganda ular ishib olib, gubkaga o'xshab, o'zi tirik narsa. Kanaga o'xshab, kana qon so'rib ishib oladi-yu, keyin hazm qilib yotadi oylab. Keyin yana bir mol holga qo'nadi-da, so'rib mamunda baqalo bo'lib ishib oladi. Ana shunaqa tushuning, kanaga o'xshagan nima? Yomg'ir qor suvlarini birdan o'ziga shimib olib, keyin uzoq vaqt o'zida ushlab turadigan mikrob yaratib, o'g'itlarga solib, lalmi yerlarda hosildorlikni keskin oshirish ustida ilmiy ish qilib isbotlagan tajriba uchastkasida. Lekin bizda hech kim uni qadriga yetmagan va oldingi davrlarni aytayapman.
Oldingi 25 yil oldinni aytyapman. 25 yil. Hozir munosabat o'zgardi, ahli ilm qadrlanyapti, bugungi kundagi yo'nalish yaxshi tomonga yurdi. 25 yil oldin, chorak asr oldin qarang, ahli ilmlar xor edi-da, ahamiyatini qarang buni. Bu davlatingni o'zi yarim yeri lalmi bo'lsa, qaysi kalla bilan sen buni qo'lingda ko'tarib yurishing kerak bu olimni. E'tibor qilmay, qog'ozbozlik, ko'ra olmaslik, yana nimalar bilan padnoshga berib, turtilib yurib, shundoq ishi bilan nima qildi? Izrailda ham cho'l zona, ekin-tekinga jiddiy ahamiyat beradi ular. Ularda ham suv kam, lalmi yerlari. Birdan Izrail qiziqish bildirdi-da, ko'ch-ko'rona bilan sotib olib, hozir boyib millioner bo'lib ketdi odam. Dollarlarda millioner bo'lib ketdi. U shunaqa dahshat ish qilgan ekanki bu lalmi yerlarda. Mikroblar o'zi ko'payib, o'zi yerda namlikni ichida ushlab turar ekan-da, mikrobiolar o'sha. Kichkina mikroblar o'zini ichida ushlab turar ekan va urug' va bu yil yomg'ir kam bo'ldi, shuncha hosilim nobud bo'ldi deb tragediya qilish ehtimoli kamayib ketib, ana u yoqlarda rivojlandi deydi, Germaniya unaqa deydi, bizanikilar o'tiradi. Haqqa to'yga borsangiz ham, choyxonaga borsangiz ham ana ular zo'r-da, yaponlar mashinani zo'r qiladi-da, iPhone zo'r-da, o'zingni ahli ilmingni qadrla, zo'r bo'ladi. O'zingni ahli ilmingni chopasan, padnoshga berasan, ko'ra olmasdan bu professor bo'lgisi kelib qoldimi? Men bu yerda bitta professorman deb hali uni nastavniga chopadi. Bechara xor bo'lgandan keyin ahli ilm u yoqda qadrli bo'lgandan keyin o'sha yerda chiqmay qayerda chiqsin hamma narsa. Ilmni qadrlasang chiqadimi? Qayerdan chiqsin bo'lmasa. Ahli ilm misol qadriga yetib, e'tibor qil, mana bitta zo'r ixtiro ketib qoldi Izrailga yana. Bo'lib ham qayerqa? Izrailga, afsuski. Ming afsuslar bo'lsin. Boshqa davlat bo'lsa ham mayli-da. Demak, mikrobiologiya ko'proq qizlarga mos soha. Nima? Mana bu koronavirus, balo battar mikroblar davri kelib qoldi, har xil viruslar, mikroblar bu olam. Mikrobio olami. Mikrobio olamini davri kelib qolgani uchun ana endi o'z-o'zidan yana nima aktual bo'ladi? O'shalarga qarshi vaksina. Zaharga qarshi antizahar, kasalga qarshi dorilar o'z-o'zidan aktuallashadimi? Demak, kim? Mikrobiologlar. Bolalar o'qisa ham bo'ladi. Farzandlaringlarni mikrobiologiyaga o'qitinglar. Ertaga tashabbus bo'ladi. Ertaga bular boyib ketadi. Ertaga mikrofon bo'ladi. Bular davri keladi. Hamma qadrlaydi, chunki odamlar yoppasiga kasallanib qirilayotgan bo'ladi. Bular shuni ustida ishlab o'tirgan bo'ladi. O'z-o'zidan bular birinchi planga chiqib, qo'llama shundoq ishlaylar, pul nima kerak? Chalg'ima, ishla, top, ishla, vaksina top, ishla, antidot top, zaharga qarshi, antizahar. Bu tabiiy narsa. Farzandlaringlarni, qizlaringlarni, bolalaringlarni mikrobiologiyaga o'qitinglar. Yana qayerda bu ham afsuski, yana o'zimizda emas, yana o'sha Xitoyda, Germaniyada. Buning uchun nima? Yana til kerak. Demak, mikrobiologiya. Endi mana bu turpoq, lalmilar ustida ishlab, bu yerda agar namlikni ushlab turadigan yaratsa-yu, millioner bo'lib ketadi. Va mana shu sabab bo'lib gaplarim, mana shu maslahatlar berib, kelajakda shunaqa zo'r bo'lib ketsanglar, duolaringizda eslab qo'yarsizlar. Demak, bu ham ketdi, tepli izolyatsiyalar ketdi. Mana shu. Yana nima deyish mumkin? Mana shu hozirgi global muammolar, kirib kelayotgan muammolarga yechimida, yana bitta narsa qolibdi, robotlar.
Afsuski, robotlar ham kuchayib ketib, mashina zavodlar butkul robotlashib ketdi. Ko'rganmiz, ziz mana svarka qilib, bittasi laboyi olib kelgan. Gostinsalarda 3-4 ta xodimlar o'tirardi. Tinmay gostintsada xona ko'p, mehmon ko'p, 20 etaj, hali u xonadan menga choy. Bu xonadan menga suv. Bu xonadan mineralka kerak. Tualetni bo'lmaga qolmabdi. Balo bo'pti, battar bo'pti degan jiring resepsiyonga qo'ng'iroq, xodimlar tayyor o'tiradi. Tez choydamlar oyoqqa olib chiqadi. Tez anaqani nufuzida obro'si. Hozir nima? Robotlar kelyapti. G'ildirab keladi tanasida, gapiradi, eshikni oching deydi. Ochsa, hamda robot turibdi. Ichida bunday teshigi bor, tirqishida qaynoq choy. Rahmat ketadi o'girilib, liftda ham o'zi liftda tushadi ham liftda. Zavod, fabrika, svarka sexlarida oldin qator svarshiklar o'tirardi. Katyollarni svarka. Hozir robot. O'tda robot, bo'tda robot. Mana bu hozir hali ham bizga uncha kelmadi, endi yoppasiga keladi. Yaqin kelajakda yoppasiga nima? Robot keladi. Chunki kapitalizm kirib bo'ldi, bu korxonani bu egalari ham nima deyapti? Endi bir tomondan bularni ham tushunsa bo'ladi. Jonga tegdi, kel ishchi olaman deydi, ishlaydi, 3 oydan keyin ketib qoladi. Uni olaman deydi, ketib qoladi deydi. Bittasini qo'liga egri ekan, ancha narsani sotib yuboribdi, elektrodimmi deydi. Bittasi meni ustimdan yozib berdi deydi. Portalga yozdi, rosa meni sudradi deydi. Bittasi bor deydi, har 5 kunda kasal bo'ladi deydi. Bittasi bor, bilmayman, qarindoshlari milliontami, har kun ora to'y deydi. Jonga tegdi. Voy, 4 ta robot qo'yuvdim, maza qilib kechasi mana to'xtamaydi deydi. Ertalabgacha ishlab, voy, shunaqa maza qilyapman, na ustimdan yozar ekan bu. Na shikoyat qilar ekan. Kasal bo'lmas ekan. Deb o'tirganlar, mana shu tendensiya bizga kelyapti. Oqim keladi u. Iloji yo'q. Kapitalizm shunaqa. Kapitalizm o'ziga vigidniy narsalarni qanaqa mahsulot arzon tan narxda chiqsin, ishchilar shikoyat qilmay to'xtovsiz quldek ishlashga qurilganda endi o'zi ko'proq. Afsuski. Robot unga har tomonlama yoqib tushgani uchun robotlashadimi? Ana uni kimdir podshipnigini ichida mexanizmi bor uni. Servomotor. Turgan bitgani servomotor. Servomotor ilmini kimdir bilish kerakmi? Uni programmning обеспеченияsi bor, ham yo'da uni PLKasi bor unda. Demak, umuman olib qarasa nima? Robotlar. Ularni programmning обеспечения POSidan tortib ichidagi servomotorlarni, shesternalarni tuzilishidan, uni mexaniklari, programmistlari mana shu sohalarga bugun oldindan qiziqib, oldindan Xitoylarga olib borib bolalaringlarni tayyorlatib tayyor qilib tursanglar, ertaga ularning davri keladi. Yaqin kelajakda ularning davri keladi. Tashabbus bulada bo'ladi, pul bulada bo'ladi, mikrofon bulada bo'ladi, bular gapiradi. Zavodlar hamma zamlab turadi. Kelib keting, robotim buzilib qoldi, iltimos deb. PLKlarni kutgandan ham battar bular hurmatli bo'ladi. Mana bu robotchilik, buni mexanik bo'laklari, servomotorlari, uni programma ta'minotini uje bugun o'rganish kerak. Mana yana nima qilay kelajakda deganlarga. Buni o'rganish kerak. Va keyingisi nima? Shu bilan darsimizni ham tugataman, cho'zilib ketdi biroz. Qayta tiklanuvchi energiya, yashil energiya deymiz, demak quyosh panellari, uni Xitoyga yaqinlashib bo'lmaydi. Ular demak ularni egallab bo'ldi. Buni bu yerda yasash qiyin. Men u ma'noda aytmayman. Invertorlarni ham qilib bo'ldi. Nima ma'noda aytyapman? Akkumulyatorlar, elektromobillar, tegi to'la akkumulyator. Quyosh panellari odam uyida akkumulyator taxlagan, o'shanga g'amlayaptiki, kechqurun yoqib o'tiribdi-da. G'amlamasa qayerdan? Telefonning ichida akkumulyator. Uning ichida akkumulyator, robotning ichida akkumulyator, PLKning ichida mana bunday tabletkali akkumulyator. Demak, bugungi kunda hayotimizga akkumulyatorlar desa faqat mashinada turgan qo'pol akkumulyatorni tushunmang. Akkumulyatorlarsiz tasavvur qilib olmaydimi? Demak, mana shuni o'zi bitta ilm. Demak, Xitoyga borib akkumulyatorlar
razrabotkasi zavodiga borib, bolalaringiz o'qisin-da, o'sha yerda yangi avlod. Mana litiy ion dedi, ana eng zo'ri shu chiqdi deb o'ylaydi hamma nima? Natriymi hozir umuman uni oddiy tuzdan olinadigan. Tuz, hamma yoq tuz, eng arzon narsa tuz. Osh tuzi. Natriy xlordan olinib, mana shu natriy asosida ishlaydigan yangi avlod akkumulyatorlar chiqyapti. Litiyga ham ehtiyoj qolmayapti. Lekin bu ham oxir emas. Xudo yashirib qo'ygan ilmlar ko'p hali. Ana Xitoyga borib akkumulyatorlarni o'rgatadigan universitetga kirib, nima qilish kerak? Mana shuni ustida ishlar olib borish kerak. Agar yangi avlod yanada KPDsi baland, yanada sig'imi baland, umri uzun, nimadir yangi razrabotkaga agar qatnashib qolib komandasiga, u farzandinglar Xitoyda bo'lsa ham qatnashib qolib yoki yoshlar, sizlarning o'zinglar bu olamshumul ishlar. Bu yerda birdan gonorarlar katta, bu yerda birdan shotingizga 2 millionlab dollar tushirib beradi. Birdan. Qarsevozlik, bu global muammolar. Butun dunyo hozir muhtoj bo'lib turibdi akkumulyatorlarga. Jonga tegdi akkumulyatorlar palon pulga oladi. 3 yildan keyin sig'im orqaga ketib qoladi, qonni ishib ketadi, axlatga tashiydi, yangidan oladi. Litiy ionlar juda qimmat, umri kam. Litiy железо fosfat chiqdi, 8 yil deydi, u amalda 8 yil emas, 5 yilda tamom bo'lyapti ham. Sig'imi tushib ketyapti. Yanada yangi avlod, yanada zo'r akkumulyatorlarga butun dunyo muhtoj. Telefonchilardan tortib, iPhone'ni o'zi sizni chaqirib oladi-da, menga qara deydi, 10 million dollar beraman. Akkumulyatorlarni sirrini topsan, nima topding? Bizga chiqaramiz deydi. Birdan pul boyib ketasiz. O'ta global masala, akkumulyatorlar masalasi. Energiyani qimmat bo'lib boryapti. Neftlar, gazlar, energiya resurslari kamayib boryapti. Bu degani yashil energiyaga hamma o'zini urishi aniq endi. Bo'ldi, boshqa iloji yo'q, boshqa chorasi yo'q odamzodda. Yashil energiya, quyosh issig'ini tezroq elektr qilib oling, shamolli energiyasini energiya qilib ola qoling, suvni oqayotganini ovola qoling deyish uchun nima? Ovola qoling deyish uchun soptirish kerak nimagadir, idishga. U suv emaski, uyingizga olib kirib bochkaga solib qo'ysangiz. Energiyani faqat nimaga g'amlashingiz mumkin? Akkumulyatorga faqat. Mana shu narsaga o'ta muhtojsiz, o'ta bog'liqsiz. Yashil energetikani akkumulyatorlarsiz tasavvur qilib bo'lmaydi. Yashil energetikani, u shamol bo'ladimi, quyosh bo'ladimi? O'z-o'zidan nima? Juda ham ahamiyatli narsa akkumulyatorlar. Mana bu ilm, katta ilm bu. O'zingizni mana shunga bag'ishlang yoshlar. Yosh kattalar farzandlaringlarni mana bu sohalarga o'qitinglar. Umuman nima? Mana shu sohalar kelajakda juda ham talab qilingan, juda ham hurmatli odamlar bo'ladi va juda ham boyib ketish. Endi avvalo to'g'ri, sizni qo'l boyib ketishni o'rasiz, qo'l mashinadan boshqa dardingiz yo'qmi? Qimmat mashina oladi. Endi ko'pchilikni afsuski o'lchami shu avtomobil bo'lib qolganda bizdan u. Birdan qara mashina, zo'r mashina olibdi deb shu status o'lchovlari bo'lib qolgani uchun misol qilyapman. Aslida mashina bular hammasi odamga baxt bermaydi. Odamzod puldan boshqa narsalar ham bor. Просто men shu bahona qiziqtirayotganim endi o'lchovlar shunaqa bo'lib qoldiki, avvalo taqdir o'zib ketadi. Siz ming sababini qiling, qadarda yozilgani va o'zib ketadi, u gapiradi-ku. Oxirgi hukm babi yaratuvchining qo'lida-ku. Har holda mana shu sababini qilishimiz kerak. Baribir sababiyat qonuniga qurdi-da. Yaratuvchi ham mo'jizalar usulida qurmadi bu dunyoni, borliqqa. Sabablar ustiga qurdi. Mo'jizalar ham qilsa bo'lardi. Odam birdan o'zidan o'zi tuzalib qolsa bo'lardi, duo qilib. Yoki taqdirimda bo'lmasa, men o'lmayman, hozir o'zini tom tepadan tashlasa ham o'lmasdi. Guppay tushib, yana turib yurib ketaverardi, hech narsa bo'lmagandek. Yo'q. Xolasa qilardi uni ham. Lekin yaratuvchi mo'jizalar ustiga qurmadi dunyoni. Sabablar ustiga qurdi. Mana bular sabablar. Boyish uchun kerak bo'lsa, boyish uchun sabablar. Mana bularni qilsa, demak ehtimoli oshadi demoqchiman.
ertaga ishi yaxshi bo'lib, hayotda, jamiyatda obro'li odam, hammaga kerak odam, ro'zg'ori but, pulli ham o'rni bor. Baribir odamzod ham nima, ayolim bilan yaxshi farovon hayot kechiray, bolalarimni yaxshi joylarda o'qitay, nufuzli Germaniya, Amerika universitetlarida o'qitadigan yaxshi niyatlar uchun ham pul kerak-da. Pulni qo'lani qora ko'rsatib bizga SSRda yo'q, pulli o'rni bor deb, pul umuman yaxshiliklarga, yaxshi ish, savob ish uchun ham, umuman hayotdagi ezgu ishlar uchun ham pulli o'rni bor-da, pul kerak deb, yaxshi-da baribir. Pulsiz musulmondan ko'ra pulli bor musulmon baribir baland yuradi o'zi. Hech kim uni qora ko'rsatib yomon degan joyi yo'q, faqat halol bo'lsin deydi. Mana bu joyi bilan demak tugataman. Demak, asl anaqaga keldik, nima bo'lsin, halol bo'lsin. Savol bering, dunyo va oxiratingizga manfaatli bo'lsin, soha ekan. Mana bu tendensiya bo'lyapti va har xil XBet, virtualniy kazino, qimor, riboviy sxemalar, tayini yo'q coinlar, orqasida hech qanaqa narsa yo'q, g'irt kartochniy domik bo'lgan coinlar chiqib ketdi. Mana bunaqa bir dori-darmonlarni hech kimda sinalmaganlarni reklama qilib sota, bunaqa avvalo savol berish kerak. Mana shu sohani tanlasam dunyoyimga manfaatli bo'ladimi? Ha bo'lsa, programma, algoritmaga o'xshaydi. Ha bo'lsa, oxiratimgacha. Ha bo'lsa, uni qilish kerak. Dunyoyimga men XBet, qimor, bir nima programmalar yaratsam, dunyoyimga foydali bo'ladimi? Ha, juda boyib ketasan. Oxiratimgacha yo'q. Nima? Go to boshiga. Programma. Dalshi yurmaydi. Boshiga tashlab yubor buni. Zbrus qilib yuboradi. Mana bu ish dunyoyimga manfaatlimi? Ha. Oxiratimgacha ha bo'lsa, ana o'sha ishlarni, demak, qiling. Albatta bu ikkita shartdan o'tkazing oldin. Mana shu faoliyat, ish, mana dunyoyimga foydasi bormi? Ha. Oxiratimgacha ha bo'lsa qiling. Demak, umuman qisqacha umumiy xulosalar mana shu. Balkim kimlargadir shu ham turtki bo'lib qolar, ertaga yoshlar bor, kuzatayotganlar bor. Zora shu maslahatlar sabab balkim ertaga eslab yurarsizlar meni, shu odamni ko'rib Xitoylarga kelib, mana hozir zo'r yuribman, yaxshi nufuzli kompaniyaga ishga kirib olganman, mikrobiologman, akkumulyatorlar ustida yangi razrabotka qildik. Ishxonamiz har birimizni hisob raqamimizga $100,000 tashlab berdi. Ota-onamni umraga olib bordim, adamga mashina olib berdim, u qildim. Yaxshi ham o'qimman shu sohalarni. Mana bu odamning turtki sabab hozir O'zbekistonda eng zo'r termoizolyatsiya, tepli izolyatsiya mahsulotini men chiqarib turibman. Yo lalmi yerlarga tomchilab sug'orish tizimini o'ta mukammal darajaga olib chiqdim degan, balkim shu darslar sabab bo'lib qolsa, o'sha paytda ham meni eslab qo'yarsizlar, duo qilib. Shunaqa gaplar. E'tiboringiz uchun rahmat. Salomat bo'ling.